Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz siz bilan Polsha va Germaniyaga sayohatimizdagi taassurotlar haqida bo'lishmoqchiman. Ya'ni biz o'tgan oyda Polsha va Germaniya davlatlariga sayohat qildik, ya'ni bir ish bilan bordik va u yerda bir hafta mobaynida juda ko'p taassurotlarga ega bo'ldik va mana shu taassurotlar bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Ya'ni keling birinchi navbatda jamoat transporti haqida gaplashamiz. Demak, Yevropada jamoat transporti shunchalik to'g'ri yo'lga qo'yilganki, u yerda tirbandliklar umuman mavjud emas. Misol uchun, Polsha deyarli O'zbekiston aholisi bilan deyarli bir xil, ya'ni 34-35 million aholiga ega. Shuningdek, Germaniya esa 80 million aholiga ega. Ya'ni O'zbekistondan deyarli 2,5 barobar ko'p. Lekin u yerda biz umuman tirbandliklarni kuzatmadik. Ya'ni biz ish kuni bo'lishiga qaramasdan ko'chalarda yurdik va u yerda tirbandliklarga ko'zimiz tushmadi. Shuningdek, jamoat transporti juda zo'r yo'lga qo'yilgan. Ya'ni inson piyoda yurayotganda va jamoat transportidan foydalanayotganda juda qulay. Poyezd bo'ladimi, avtobus bo'ladimi, albatta chiqsangiz o'tirib ketish imkoniyatingizga egasiz. Ya'ni bizni misol uchun bizda holatlarda ya'ni aholi eng faollashadigan vaqtlarda avtobusga deyarli ba'zida chiqishda imkoniyat ham bo'lmay qoladi. Lekin u yerda jamoat transportida bemalol chiqib o'tirib ketish imkoniyatingiz mavjud. Ya'ni tizim shunchalik to'g'ri ishlaydiki, aholi jamoat transportidan baravar foydalangan taqdirda ham, demak, jamoat transporti aholiniga ya'ni ko'pligiga bardosh bera oladi. Ya'ni shunda aholining soni hisobga olingan holda transportlar yo'lga qo'yilgan. Ya'ni transport turlaridan avtobus, tramvay, metro juda ajoyib yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, trotuarlar masalasi, ya'ni piyodalar yo'lagi va velo yo'laklar ham juda ajoyib. Alohida yo'lga qo'yilgan. Demak, velosiped haydovchilar uchun alohida yo'lak va piyodalar uchun alohida yo'lak. Demak, mana shu juda bir quvonarli holat. Ya'ni bizni e'tiborimizni jalb qiladigan holat shu bo'ldiki, demak, velosiped haydovchilar uchun juda qulay. Ya'ni bizda ya'ni yo'laklardan foydalanayotganimizda albatta, misol uchun farzandi bor yoki nogironlar yo'laklardan foydalanayotganda albatta qiyinchiliklarga duch keladi. Ya'ni aytaylik, yerto'ladan o'tish bo'ladimi, metrolarga tushish bo'ladimi, albatta qiyinchiliklarga duch keladi. Lekin u yerda barcha liftlar, aytaylik eskalatorlar, barchasi nogiron bo'ladimi, u shu farzandini yetaklagan yosh ona bo'ladimi, kolyaska yetaklagan bolalar yoki onalar bo'ladimi, yoki qariyalar bo'ladimi, barchasi uchun imkoniyat yaratilgan. Ya'ni jamoat transporti inson manfaati uchun qurilganligi yaqqol ko'rinib turadi. Va insonlar o'ta xotirjam. Ya'ni asabiy emas, o'ta sovuqqon, siz bilan samimiy muloqot qiladi. Mana shu jihati odamni xursand qildi. Ya'ni iliq kutib olishadi. Xo'p, keyingi e'tibor bergan jihatimiz demak yashillik. Ya'ni mana Toshkentda mana statistik ma'lumotlarga ko'ra, oxirgi aytaylik 10 yil yoki 15 yil davomida Toshkentdagi yashillik 30% ga yoki 40% ga kamayganligini statistik ma'lumotlarda ko'ryapmiz. Lekin mana dunyo xaritasidan ham, ya'ni siz ko'radigan bo'lsangiz, Yevropa bilan O'zbekiston xaritasining o'rtasida tafovut bor, ya'ni yashillik bo'yicha. Hozir ham kirib ko'rishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda xaritasini qarasangiz, demak sariq, ya'ni cho'l deb ko'rsatadi. Lekin Yevropani ko'rsangiz, butun Yevropa yashillik bilan burkangan. Ya'ni bu davlatlar o'rmonning ichida joylashgan. Bu albatta iqlim bilan bog'liq, albatta ularda suvlar, ya'ni yashillik juda yuqori. Ular borini ham juda ajoyib saqlab qolishgan. Ya'ni Berlin bo'ladimi, Varshavami, Gdanskmi, hammasi o'rmonning ichida joylashgan shaharlar. Va ichida joylashgan bo'lishiga qaramasdan birorta odam daraxtni kesishga yoki bir navdani nima deydi, yo'q qilishga qaratilgan harakatni ko'rmadik. Ya'ni o'rmonlarda
daraxtlar o'zi bilan o'zi sinib yotishi mumkin, lekin aholi borib uni na foydalanib yoki o'rmonni kesishga harakat qilayotgan holatlarga umuman ko'zimiz tushmadi. Ya'ni biz shuni men shunday tushundimki, daraxtlar, ya'ni o'rmonlar insonni, ya'ni shaharni o'pkasi hisoblanadi. Mana shuni hisobiga, ya'ni yashillik hisobiga shaharda birorta ham chang mavjud emas. Ya'ni ko'pchiliklar borganda ko'radi, meni deydi bir hafta yurdim, oyog'im chang bo'lmadi deydi. Yoki bo'lmasa biz mana shu yurgan bir hafta davomida umuman mashina yuvadigan shoxobchalarni ko'rmadik yoki kir mashinalarni ko'rmadik. Ya'ni havoning tozaligi shunchalikki, demak mana shunday holatlar, ya'ni juda ajoyib tabiat bilan hamohanglikda odamlar yashab kelmoqda. Demak, yashillikka baribir ham biz ham e'tibor berishimiz kerak degan bir xulosaga keldik. Xo'p, demak keyingi e'tibor berilgan jihati sport masalasi. Demak, yoshidan boshlab qariyasigacha sport bilan shug'ullanadi. Ertalab turish bilan ko'pchilik yugurayotgan holatlarga ko'zimiz tushadi. Biz mana sayohatimiz davomida Olimpiya stadioniga bordik. Albatta u yerda ko'zimiz tushgan joy shunday bo'ldiki, marafon bo'lyapti ekan. Yugurish marafonida bog'cha yoshdagi bolalar, demak, mana marafonda raqam beriladi-ku, demak, raqamlarni yopishtirib olgan holda, demak, yugurishga tayyorgarlik ko'ryapti. Ya'ni ularda yoshligidan, farzandlarining yoshligidan boshlab sportga bo'lgan qiziqtirish juda kuchliligini ko'rdik. Shuningdek, biz mana Olimpiya stadioniga borganimizda albatta jamoat transportidan foydalandik, ya'ni metroda bordik. Birorta odamni shaxsiy mashinasida borganiga ko'zimiz tushmadi. Ya'ni birorta mashinani ko'rmadik. Hamma jamoat transportidan foydalanib borishyapti. Va u yerdagi vokzallarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz mana Berlin markaziy vokzaliga borganimizda albatta u yer o'zi bir shahar, katta shahar. Ya'ni 5 qavatdan iborat. Mana bizda metrolarimiz bir tomondan keladi, ikkinchi tomondan ketadi. Ularda mana shunday kelib ketuvchi tomonlardan 5 ta, 4 ta qator bo'ladigan bo'lsa va ular 5 qavat, 4 qavatdan iborat. Ya'ni 5 ta, 4 qavatdan metrolar kelib ketadi va shuningdek raqamlari harf va raqamdan iborat. Ya'ni bizda misol uchun 7 yo 8 raqam bilan raqamlangan bo'lsa, demak ularda U7 yoki S8 deb, ya'ni harf va raqamlardan iborat jamoat transporti yo'lga qo'yilgan. Ya'ni ularda ko'pligi uchun, odamlar adashib ketmasligi uchun. Keyingi e'tibor bergan jihatimiz, demak, sog'lom ovqatlanish. Endi mana biz ya'ni ovqatlanish baribir o'zbek milliy taomlariga yetmaydi, lekin ularning ovqatlanishda sog'lomlikni ko'zingiz tushadi. Ya'ni tabiiylik ularda ko'proq. Misol uchun aytaylik, soklardan, ichimliklardan foydalanayotganda albatta ko'proq tabiiy sharbatlardan foydalanadi, ya'ni qabul qilishadi va mevalarni ko'p iste'mol qiladi. Mana shunga ko'zimiz tushdi. Shuningdek, mana sutli mahsulotlar ham ko'proq iste'mol qiladi. Va mana bozorlarga ko'rganimizda albatta kiyim-kechak bo'ladi, boshqa jihatlarga ham qaraganimizda albatta hamma narsasi sifatli. Chunki Yevropa shunday standart joriy qilganki, o'zini aholisi uchun eng sifatli narsani ravo ko'radi va mana shu standartga javob bergan mahsulot bo'lsagina ushbu Yevropa hududiga olib kirishni juda to'g'ri yo'lga qo'ygan. Mana shundan odam juda bir xursand bo'ladi. Demak, keyingi jihati, ya'ni e'tibor beradigan jihati, ko'pchilik bunga e'tibor bergan bo'lsa kerak, Google Map. Google Map shunchalik zo'r yo'lga qo'yilganki, Google Map orqali siz Yevropaning istalgan joyiga borishingiz mumkin. Demak, siz bir manzilni belgilab, ikkinchi manzilga bormoqchi bo'lsangiz, taksida qancha borasiz, qancha vaqtda borasiz? Demak, jamoat transportida qachon borasiz? Ya'ni nechtaga almashib borasiz? Qaysi, demak, bekatga chiqishingiz kerak, qaysi bekatda tushishingiz kerak, hammasini ko'rsatib turadi va ovozli xabar ham yuboradi sizga. Piyoda borsangiz qanchada borasiz, velosipedda borsangiz qanchada borasiz? Demak, barchasi variantlar sizga beriladi. Va mana shunday foydalanish jarayonida sizga barchasini ovozli xabarda ko'rsatib ketadi. Shuningdek, Google Map'ga barcha jamoat transporti navigatsiyasi ulangan. Ya'ni
qancha vaqtda keladi, qancha vaqtda ketadi, barchasini onlayn kuzatib turishingiz mumkin bo'ladi. Va mana misol uchun bizda metroda tushganingizda metroni qachon ketganingizni ko'rishingiz mumkin, lekin ularda jamoat transportida qancha vaqtda kelishi ko'rsatiladi. Ya'ni butun Yevropada jamoat transporti, ya'ni sizdan kutayotgan transport qancha vaqtda kelishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Demak, keyingi e'tibor beradigan jihatlar, ya'ni bolalarni, ya'ni bog'cha yoshidagi bolalarni hayotga ya'ni tarbiyalash deymizmi, ko'nikmasini oshirish deymizmi, mana shu jihatlarga e'tibor berdim. Ya'ni bog'cha yoshidagi bolalarni katta yo'ldan qanday qilib o'tish kerak? Ya'ni bir guruh qilib qanday tartibda o'tkaziladi va qanday tartibda, ya'ni tarixiy obidalarga olib borish, ya'ni maktab yoshidagi, universitet yoshidagi bolalarni biz muzeylarga bordik. Ya'ni barcha tashrif buyuradigan joylarga borganimizda ular guruh bo'lib, demak, mana shu tarixiy obidalar, muzeylarni nimalar bo'lgani, qanday bo'lgani, demak, bolalarga ekskursiya qilib tushuntirish berib borilyapti. Ya'ni mayli maktab yoshidagini tushunsa bo'ladi, lekin bog'cha yoshidagi bolalarni mana shunday tartib bilan ya'ni hayotga tarbiyalayotgani juda bir bizga boshqacha tuyuldi. Ya'ni bizni bog'chalarimiz bilan ularning bog'chalari o'rtasidagi farqlar yaqqol ko'zga tashlandi. Demak, mana shu Yevropaga bo'lgan sayohatimiz davomida advokatlar bilan uchrashdik. Demak, ular bilan tajriba almashdik. Advokatlar Yevropada qanday faoliyat haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik va Gdansk universitetida biz turli millat vakillari bilan ma'lumotlar almashdik va bizga bu juda katta demak ma'lumotlar, demak experiencelar, tajribalar berdi. Biz bundan juda ham mamnunmiz va mana shu odatlarni keyinchalik davom ettirishni odat qildik, ya'ni maqsad qildik. Demak, Yevropaga sayohatimiz mana shunday davom etdi. Mana shunday qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang va videolar yoqqan bo'lsa, albatta yoqtirmani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.